Salom aziz do'stlar, hoş geldinizler. Bugün Fethiye'de Türklerde İslamiyet'ten oldin kutlagan bir bayram var. Nardogan degan. Bugün Fethiye'de onu kutlaması var. Yani onunla ilgili malumat beraman sizlarga. Kelli sergi saloniga kirayotgan nimalar bor? Avvalo bu Nardogan degan so'zni ochiqlamasini sizlarga tushuntirayman. Nar quyosh demak, ya'ni oftob demak. Do'g'on ya'ni turkchada do'an, ya'ni oftobni chiqishi, quyoshni chiqishi ma'nosiga keladi. Eski turklarda ishonishiga qaraganda oy bilan quyosh uzun bir raqobatdan keyin, ya'ni 21 dekabr yoki 21 aralikka qadar oftob oyga qarshi g'olib kelib, ya'ni 21 oktyabrdan sonra kunlarda uzun bo'lish ma'nosini ochiqlaydi bu yerda. O'shani turklar qutlanishini gashtaklar bilan qutlaygan. Bu yerda Shorvoldi namoyishgohiga kirib, eskidan qolgan ba'zi soz olatlari, dambura, g'ijjay va anvo aqsom tikilgan, eskidan tikilgan qolinlar bor, ularni ko'rdik. Kechirasizlar, ben gapirayotgan asnoda mikrofonda chorchi xalos bo'libdi, bitibdi, shu uchun sesim chiqmabdi. Bundan keyin tashqarida turklar o'z mahalliy sozlari bilan qutlanish qilib yotibdi. Biz ham ketib u yerga qatildik va o'ynadik. Davomini boshqa bir videoga tashlayman. Taqibda qoling do'stlar.